Assalamu alaikum, hurmatli Nuqat Qarajmatov kanali qatnashchilari. Bugungi kunga 18-yanvar 2023-yili biz 3-kundagi ertadan keyin kurslar bilan sizlarga tanishtirgani keldik. Bizning Avstriya live qo'yasizlar, hurmatli tuganlar. Nuqat shahridan baringlar, jalomni salom aytmoqchimiz. Az bankning janida ko'rishamiz. Bizning Avstriyada. Rubl qancha bo'lib qoldi ekan, shu yerdan bilamiz. Ko'tarildi, tushdi ekan. Hurmatli tuganlar, qarangizlar. Rubl bugun da tushib ketdi. 86 so'm 20 tiyin, dollar 93 so'm 40 tiyin euro. Bu yerda 1000 rubling 1235 so'm pul bo'larkan. Buni tuanlar rubl tushib ketdi. Qarangizlar. Boshqa o'ntalar, boshqa o'ntalar ko'rishamiz. Buni tuanlar biz hozir Boqay bankka keldik. Boqay bankda dedilar 86 so'm 20 tiyin, dollar 93 so'm 50 tiyin euro. Bu yerda 123,5 rubl ekan bu tuanlar. Şunu 1000 rubling 1235 so'm pul bo'lgan. Bu to'g'ri qarangizlar. Bu to'g'ri bu yerda rubl shunday ekan, qarangizlar. Barchada birda ekan rubllarchi. 86 so'm 20 tiyin dollar, 90 so'm tiyin euro. Ha 1335 ekan bu yerda 1235 ekan. Bu to'g'ri qarangizlar 1235 so'm pul bo'lgan. 1000 rublinchi. Bu to'g'ri qarangizlar rubl tushib ketdi bugunchi. Mana o nimani qarangizlar. Tekislanbank tam rubl tushib ketdi. Tuğanlar. Bizde 1000 rubling 1225 so'm pul bo'lgan. Qarangizlar. Ha dollar bo'lsa 86 so'm 20 tiyin, euro bo'lsa 93 so'm 20 tiyin ekan. Qarangizlar. Bu yerda rubl tushib ketdi. Hurmatli tuğanlar, shunga Nuqat Qarajmatov kanali sizlarga vaqtincha qo'shilib, tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Ko'zda sovuq bo'lsin. Biroq rubl tushib ketdi. Hurmatli tuğanlar, ko'ngil cho'ktiringizlar. Xudo xolsa ko'tarib qolishi mumkin. Nuqat Qarajmatov kanalidan sizlarga kuzatmoqda. Bugün pogoda minus 1 gradus soğuk Nuqat şehrinde. Şu Qarabağ sizlerga keldik, açık. Baringlar, tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Ko'rishib, omon bo'lingizlar.